Assalomu alaykum xonimlar, aka-uka baliqchilar, charchamsizlar, tuzimsizlar. Inglilarimizni bir kichkina video qilib qo'yay degan maqsadda 3-do'kon Teshik ko'prigidan aloqaga chiqaman. Bizga mana bunaqa karimatlarimiz kelishni boshladi. 2 metrlik aksholcha sifatida bu mayovkalarga, palatkani ichlariga zo'r zahod o'tkazmaydigan zo'r narsalarimiz kelyapti. Spalli meshuklarimiz keldi, xudo xolasa. Bir kishilik matraslarimiz keldi, xudo xolasa. Keyin yangi variantlarimiz keldi. Ozgina bardakka e'tibor bermaysizlar. Xudo xolasa yangi partiyadagi prikormkalarimiz, rossiyskiy prikormkalarimiz kelgan. Kelib ko'rib o'zingizga yoqqan narsani tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, yana Fisherman firmasiga tegishli tubuslarimiz kelgan, xilma-xilidan. Ingichka, qalinroq 1.30, 1.35, 1.5lik. Undan tashqari Okumo firmasiga tegishli 1.38lik, 1.38lik katushkasini qo'yadigan o'zini bundoq cho'nchiklari bilan kelgan tubuslarimiz kelgan. Xudo xolasa kelib ko'rib o'zingizga yoqqan narsani tanlab olib ketsanglar bo'ladi. 3-do'kon Teshik ko'prik 24/7. Xudo xolasa xalq xizmatida. Hammaga omad, charchamanglar, yaxshilik ko'rishinglar.